15-sentyabrdan 15-oktyabr kuniga qadar o'tkazilayotgan yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi doirasida Romitan tumanida ham aholi va hududlarni yong'indan muhofaza qilish va kuz-qish mavsumiga tayyorlash bo'yicha keng ko'lamli tadbirlar olib borilmoqda. Hozirgi lavhamiz mavzusi shu haqda. Bu yilgi mavsumda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan talafotlarning oldini olish va oqibatlarni kamaytirish, yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi doirasidagi tadbirlarni kuchaytirish maqsadida Romitan tumanida favqulodda vaziyatlarda harakat qilish davlat quyi tizimi xizmatlarining saf ko'rigi tashkil etildi. Unda tuman hokimligi, favqulodda vaziyatlar bo'limi va boshqa tegishli tashkilotlarning mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Har bir xizmat o'z vazifalari doirasida yo'riqnomadan o'tkazilib, sektorlar kesimida taqsimlandi. Eskirib qolgan, yaroqlilik muddati o'tgan hamda ta'mirtalab gaz quvurlari va transformatorlarni yangisiga almashtirish hamda ta'mirlash, har bir xonadonning isitish tizimi, gaz va elektr uskunalarining sozligi, dudbronlarning tozaligi, aholining bu boradagi bilim darajasini oshirishga alohida e'tibor berish bo'yicha tadbirlar belgilandi. Dastavval tuman gaz ta'minoti xizmati tomonidan Bobur mahalla fuqarolar yig'ini Bahor ko'chasidagi 270 nafar aholi xonadonlariga bir me'yorda tabiiy gaz yetkazib berishga mo'ljallangan yer osti gaz quvurlarini yer ustiga chiqarish bo'yicha rekonstruksiya ishlari olib borildi. Tuman elektr tarmoqlari korxonasi hududdagi transformatorlarni o'rgandi. Transformator punktida ta'mirlash tadbirlari amalga oshirildi. Shu kuni soha mutaxassislari xonadonbay shaklda yakka tartibdagi aholi uylaridagi tutun mo'rilarini tozalashga kirishdi. Bu o'z navbatda mavsum davomida aholi xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, tadbir davomida xonadonlardagi isitish pechlari va qozonlari, gaz plitalari hamda elektr uskunalarining sozligi me'yor talablari asosida o'rnatilganligi birma-bir ko'zdan kechirildi. Kun davomida favqulodda vaziyatlar bo'limi mutaxassislari tumandagi 16-umumta'lim maktabida yong'in o'chirish asbob-anjomlari ko'rgazmali namoyishini tashkil etdilar. Yong'indan ogohlik umummilliy kampaniyasi va kuz-qish mavsumi davomida bolalar ishtirokidagi yong'inlarni kamaytirish maqsadida tashkil etilgan ko'rgazmada soha mutaxassislari yong'inlar va ularning kelib chiqish sabablari oldini olish bo'yicha rioya qilinishi lozim bo'lgan qoidalar, birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish, yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilish va is gazdan zaharlanishning oldini olish bo'yicha tushunchalar berildi. Yong'in o'chirish avtomobilining imkoniyatlari ham yoshlarga ko'rgazmali namoyish etildi. Oylik doirasidagi tadbirlar davom etmoqda.